Delfinlar rasm chizyapti, ko'rdingizmi? Mana qarang. Delfin chizdi mana shu rasmni, mana ko'rishingiz mumkin. Mana shu delfin chizdi. Mana aytayapti. Delfinlar rasm chizishni o'rgangan vaqtida, delfinlar rasm chizayotgan vaqtida biz nima uchun o'zimizning biznesimizni o'rganmayapmiz? Bizda doimo bahonalar tayyor, bizda doimo kutishlar bor, komfortdan tura olmaslik bor va doimo kimdir qilib berishini va kimdir motivatsiya berishini kutayotganlar bor. Kimoshdi savdoga qo'yilyapti delfinning chizgan rasmlari. Ko'rdingizmi? Delfin chizdi hozir mana shuni. Zo'ra? Savol: qachon o'zingizning biznesingizni o'rganmoqchisiz? Qachon ofisingizga bormoqchisiz? Dollarlarga sotilmoqda mana. Qarang, hayvon rasm chizishni o'rgangan. Hayvon rasm chizyapti, delfin rasm chizyapti. Delfinlar rasm chizayotgan vaqtida, delfinlar rasm chizishni o'rgangan vaqtida biz nima uchun tarmoqli marketingni ishlashni o'rganmayapmiz? Qarang, delfin chizdi shuni. Last but not least, our beautiful girl, Lara. Thank you, Lara. And then our lovely girl saying to the judge. Pianino chalyapti. G'ijjak chalyapti.